Xayrli kech. Bütün dünyadaki barlıq vətən söyən qarindaşlar. Keçliginglar xayrlik bolsun. Bugün 1 ayının 29 günü. Haftagi dushanba. Men ko'pchilikka degandek ishda asli bugun dengizda bo'lishim kerakdi. Norvegiyadanki o'zim turayotgan Bergen shahardan boshqa shaharga kelib, bu yoqda tikchar saqlab otelda yotdik endi. Chunki bu Norvegiyaning shimolida nihoyatda qattiq chiqqan bo'ron tufaylidan hozir otelda yotyapmiz. Men qatorliq nurg'un odamlar. Kanallar qarasanglar bo'ldi vatandaşlarımız, kendimde meniki men suydigan Norvegiyaning bayrog'i yo'q. Nurg'un ilgirki suhbatlarimning hammasida men suydigan Norvegiyaning bayrog'i kendimde bo'lganlikdan bir turkum faqat o'zini yaxshi ko'radigan va o'zining ideologiyasiga loyiq insonlarni yaxshi ko'radigan, boshqa hech qanday bir narsani yaxshi ko'ra olmaydigan insonlar sana doim nimishqa Norvegiyaning bayrog'ida kayniga turib so'zlaysan deb nurg'un taqattiq gaplar bo'lingandi. U do'stlarimiz bugun nihoyat qattiq qo'shib ketadigan bo'ldi. Chunki kaynimda Norvegiyaning bayrog'i yo'q. Vatandaşlar, bugün meniki sizlarga yetkazib qo'ygan temam Amerika Iran urushi yuz beramdi degan tem bo'ldi vatandaşlarimiz. Men bu temani mumkin qadar qisqa xulosa bilan so'zlab beraman. Bayatim bir ekranni u yoq bu yoqqa tangsak bo'lmadi. Hozir men o'rtirib so'zlayapman. Balkim u yoq bu yoqqa qilsam hozir ekranning sirtiga chiqib ketishi mumkin. Navodim shunday bir xato qilib qolsa, to'g'ri tushuninglar vatandaşlarimiz. Xabaringlarda bo'lgandek vatandaşlar, biz ilgirki suhbatlarimizda, masalan, Iran bilan Pokiston urushamdi degan temamizda biz bu to'g'rida qisqacha xulosa qilib, kelgusida masalan Shia Sunniy urush kelib chiqish mumkin degandek temalarni biz so'zlab o'tgandik vatandaşlarimiz. Ba'zi qarindoshlarimiz ba'ziga mazoqan qiyofatda savolni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Qani aka, siz deyotdingiz Iran bilan Pokiston urush chiqadi deyotdingiz deb shunday men dedim. Chiqishi mumkin, bugun emas, erta emas, ammo buning chiqishning ehtimoli zo'rdir deb shunday javob berdim vatandaşlar. Bugungi yana so'zlaydigan temamning o'zida Iran Amerika urushi chiqandi degan vaqtning o'zida mumkin degan nuqtalar so'zlayman. Ham buning faktlarini biroz so'zlab beraman vatandaşlarimiz. Xabaringlarda bo'lgandek vatandaşlar, tönögün 1 ayının 29 günü, tönögün 1 ayının 28 günü Amerika'nınki şu Iordaniya turuşluq harbiy bazası qurolliq hujum uçurdu. Yani İran qo'llayotgan mayli Xuti bo'lsin, mayli Suriyadagi terroristlar bo'lsin, ular tarafidan qurolliq hujum uchrab 3 Amerika askari o'ldi, 34 Amerika askari yaralandi. Endi bu nuqtani endi başqa qarindoshlarimiz oddiy bo'lishi mumkin, ammo bugun men tönögünde tatib xabarlarni ko'rsak, The Economist bo'lsin va dunyodagi barliq axborot organlari buni nihoyatda jiddiy nuqtadan muomala qilyapti. Buni The Economist qanday deb xulosalabdi desanglar, bu Amerikaningki Koreya urushi yuz bergandan buyongi tunji qata Amerika bazalarininki chet el boshqa kuchlar tarafidan qattiq shunday bombardimon qilinishi deb atayapti. O'ylab boqinglar. Shuning qadar Amerikaniki tashqi dunyoda turayotgan bazalari, hariyatki bazalari buni qadar qattiq ziyon zahmatga uchirmagan ekan. Bu qarsanglar Iordaniya, bu o'rinmi intayin muhim o'rin. Masalan, Iordaniya, Suriya, Iroq, mush 3 chegara rayoniga kirdigan, qisman chegaralangan Amerikaniki Iordaniyada turishliq harbiy bazasi shunday ziyon zahmatga uchirgan gap vatandaşlar. Bu sababdan endi Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partisi nihoyat qattiq Joe Biden apandimga qattiq besim ishirtyapti. Masalan, Trumpdan tatib Cumhuriyetçiler Partisi Biden apandimga tüz berib İranni urdyapti vatandaşlar. Ama Biden apandym nihoyat qattiq talashda eg'ir besimga duch kelganligini The Economist'dan tatib hammasi yozyapti. Buning asosliq masalan Biden apandimniki harakat qildi ekan. Masalan bu yerda İranni tuyuqsiz uramdi, urmamdi degan masalalarni The Economist talash-tatish qilyapti. Masalan, The Economist'ning deganda nima deydi desa, Amerika bu yerda Xuti qatorliq bu yerdagi İrandagi bo'lsin, butun Shia qurolliqlarini İran qo'llayotgan ekan, endi Amerika udil berib İranni urish kerak degan nuqtani biz deb bo'ldik. Bundan burun xabarlar qarasanglar, biz oldingi suhbatimizda degan
Masalan, Qizil dengizda urush yuz beradi degan to'q vatandoshlar. Mushkam qadar u yerdagi urushningki jarayonlari bakchiq ko'rsatilmagan bo'lsa-mu, The Economist'ning materialda mushu 10-oyning 7-kuni Hamas Isroilga urush boshlagandan keyin 10-oyning 17-kuni Hutilar Amerikaga, g'arb kuchlarining Qizil dengizda ep borayotgan parxotlarga hujum qilish voqealari taxmini 160 qatimdan eshib ketgan. Amerika bu yerda qayta urush qilib Hutilarga zarb bergan. Demak, bu yerda Qizil dengizda davomli urush davomlashgan. Bu qatim urush Amerika bilan Hutilar o'rtasidagi va yoki Amerika ittifoqdoshlari bilan Hutilar o'rtasida bo'lgan bo'lsa va yoki Amerika ittifoqdoshlari bilan Iroqdagi terror bazalari qarta hujum bo'lgan bo'lsa, endi asta yig'inchoqlarni berib bu Eronga markazlashyotir. Amerika hukumati shunday degan, bu qatimqi bizning harbiy bazamizga qilingan urushning oq tarafida keyingi bevosita qo'llayotgan kuch Eron deb turib bu qatim nayt qattiq ogohlantirgan. Endi xulos gapimizga kelsak, Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partisi Trump efendim qatorlar Bidenga shunda qattiq besim ishlatib, Eronga sen tuz hujum qil degan. Endi Biden efendim bo'lgan vaqtning o'zida bu ishningki masalan negativ yoki pozitiv taraflardan muloyiz qilib ta hozirga qadar, ya'ni tuniga urilgan bo'lsa, bugun Eronga qarta bevosita hujumlarni epolmagan vatandoshlar. Bu endi yana The Economist shunda deydi. Amerika 1980-yili masalan Amerika bilan Eron o'rtasida bo'lingan voqealardan keyin o'zingizlar bilasizlar, bu Amerika hech bir zaman Eron ziminiga bevosita urush epolmadi deydi 80-yildan tortib. Mushunda bir ig'ir bir talash tortishning ichida qolibdi Biden efendim. Navoda bu qatim urushni epolgan vaqtning o'zida, Eronga bevosita urush epolgan vaqtning o'zida chiqadigan xatarlarni deyotdi. Maqal bo'yicha deb qo'yay, men fikr o'g'risi bo'lmay. Masalan, Biden efendim bevosita holatda Eronni urgan vaqtning o'zida qanday ahvollar kelib chiqdi degan chaqda hozir neftning bahosi $74 mushu necha kunning ichida $84 o'sib ketganga bir xalqarada neftning bahosi ushqandek o'rlaydi ekan. Xalqarada neftning bahosi o'rlaydi ekan. Nimishqa degan vaqtning o'zida bu masalan Qizil dengizda o'tadigan rayonimizda bir jang bo'lsa, endi masalan Amerika Eronni urgan vaqtingizda Eron qada qildi degan vaqtingizda Eronning masalan ya Isroilga yetib borgan qurol-yarog'lari yo'q, yoki bo'lmasa Amerikaga yetib borgan qurollar yo'q. U vaqtning o'zida qanday qildi degan chaqda Amerikaning masalan Iroqdagi bazılarını urib qolmasdan, Amerikaning masalan Saudiya Arabistondagi bazılarını urib qolmasdan yana Saudiya Arabistonning neft o'rinlarini urish ehtimoliga eng cho'ng deydi. Bunda bo'lgan vaqtingizda bu rayon o'zida masalan Eron Qatarni urishi mumkin degan xulosalarni qilyapti dunyo. Qatarni urgan vaqtda ham Amerikaning bazasi bor deb, ya'ni Amerikaga yordam bergan kuch deb. Mush rayondagi neftliklarning ustiga Eronning bomba etib buni urish qilish ehtimolligi cho'nka. Anda qo'ygan chaqda bu yerda aslida yemak-ichmakning bahosini o'sib ketganligini o'zinglar bilasizlar. Ikkinchidan neftning bahosiningki shiddatlan o'rlaydiganligi buni yezyapti. Endi qanday bo'ldi degan vaqtingizda bizga o'xshash neft ishlaydigan Norvegiya o'tirib jiq pul topadi vatandoshlar. Chunki bu yerga neft bo'lgan ehtiyoj eng cho'ng oshidi. Bu bir. Ikkinchidan nima deyapti deganda masalan bu urushni Biden efendim eppaga vaqtingizda Eron qarshi eppaga vaqtingizda Iroqdagi hozir yangidan tayinlangan hukumatlar bu vaqtda Amerikadan jiroqlashib Eronga o'zini otadi deydi. Üçüncüden Amerika bu urushni Eronga bevosita hujum qilgan vaqtning o'zida buni qisqa mezgilning o'zida buni oxirlashtirolmaydi deydi. Hozir yodingda bor, hozir 1-oy, 2-oy kirdi. 3-oy kirgan vaqtda bir oyning ichida davomlashtirolmagan chog'da 3-oy kirgan vaqtida musulmonlarniki Ramazon bayrami. Bu vaqtning o'zida haliqi mollalar, urush xumor mollalar mayli Shiyaning bo'lsin, mayli Sunniyning bo'lsin, bu vaqtning o'zida fatvo berishlar orqali bu urushning uzrab ketish nisbati cho'ng bo'ldi deydi. Endi yana birisi bu terrorist guruhlar Amerikaning bevosita bazılarga tajovuz qildi. Qamasdan yana Amerikaniki elchixonalari, Amerikaning fuqarolari va Amerikaga yordam berayotgan elchixonlar fuqarolarga bu yerda tajovuz qilish harakatlari kelib chiqadi deb turib, buningga mushundaq muloyiz qilyapti vatandoshlarimiz. Endi meningki bu yerdanki The Economist'ning uyabadan og'alarni men ko'pchilikka yetkazdim. Meningki tushunchamni degan vaqtingizda bu tushunchamni degan vaqtingizda vatandoshlarimiz Amerika bilan
İran o'tirsida bugun bo'lmasa ata va yoki shu saylam qadar urushni men %100 chiqadi deb o'ylayman. Buniki %100 chiqadi deb deyishimdagi sabab qanday degan vaqtimizda shu Qizil dengizdagi urush. Qizil dengizdagi urushni Hutilar nima uchun boshladi desanglar, 10-oyning 7-kuni Hamas terrorchilarininki Isroiliyadagi begunoh insonlarni o'ldirish tufaylidan, Isroiliyaning qaytarma hujumi tufaylidan bu Hamas bilan Isroilga urush chiqdi, o'zinglar bilasizlar. Bunun bilan bu Hutilar qanday qildi degan vaqtimizda, yo'q, buni Amerika g'arb dunyosi sen Isroilga yordam berdi. Unda bo'lsa bu yerdagi neft paraxodlaring bu yo'ldan o'tilgan paraxodlarga hujum qilmaymiz degan nuqtalar bu urushlar boshlangan. Endi bu yerda hozir bu Huti, Iran qatorli terrorist guruhlarniki bu harbiy hujumlarni olib berishdagi asosli maqsadi bu yerda nimada asos olib berishdagi maqsadi Isroilga Gazadagi urushni to'xtatsin. To'xtatgan vaqtimizda buni to'xtatamiz deyapti. Amerika hozir bu Biden efendim nayt bir qisilchilikni o'tirishga qolib qoldi. Amerika masalan Isroilga besim qilgan vaqtimizda Isroilga yoqdi. Netanyahu hukumati biz Hamas terrorchilarini va atrofdagi barliq bizga hujum qilyapti. Hozir Isroilga 7 nuqtadan hujumga uchrayapti va Isroiliyami bu yerda Hamas emas 7 nuqtadan kelayotgan hujumga harbiy harakat etib beryapti. Endi bu yerdagi gap Amerika hukumati Biden efendim Isroilga besim ishlasa Isroilga biz to'xtatmaymiz dedi. Terroristlarni taltikus yo'qotmoqchi biz to'xtatmaymiz dedi. Endi bu yoqdagi terroristlar qanday qilyapti? Iran qo'llagan butun terroristlar qanday qilyapti? Isroilga u urushni to'xtatmasa, bizmi sana bo'lgan bu Qizil dengizdagi va yoki Amerikaning ba'zilaridagi bu urushni to'xtatmaymiz deyapti. Mana gap vatandoshlarimiz. Shuning bilan bu Biden efendim aytib qattiq o'tirdi qoldi hozir. Navada bayatın degandek buningga terroristlarga yordam berayotgan Ironga bevosita hujum qilgan vaqtimizda bayanqi xatarlarni ko'rsizlar. Buning keyinda hozir ilgirki suhbatlarimizda deb bo'ldik. Ironning keyinda Xitoy va Rossiyaning bog'lig'ini biz deb bo'ldik vatandoshlarimiz. Endi bu yerda nuqta Biden efendim qanday hujum qildi? Qanday hujum qildi? Yoki Ironga bevosita hujum qilishi orqali ishni cho'ngaytamdi. Urushni cho'ngaytamdi. Va yoki masalan ilgirki Qosim Sulaymonni Trump davrida o'ltirgandek yoki ularniki amaldorlarini Suriyada, Iroqda, boshqa yerlarda mushu harbiy ishlarni planlagan generallarni o'ltirish orqali to'xtatib qo'yamdi. Bu yerdagi gap. Bu masalan mushundaq bir hujum qilish shakllarini berish bir xil ehtimolliq. Ammo bu yerdagi mening tushuncham qaysi degan vaqtimizda mana cho'qtim bir vatandoshlarimiz masalan Isroiliyaning televizor organlariga kirib turib inglizcha ko'ryaptiman. Amerika mo, g'arb dunyosi mo Isroiliyaga nayt ko'p besim qildi. Bu Gazadagi urushni oxirlashtirish kerak degan chog'da Isroiliya hukumati biz buni oxirlashtirmaymiz dedi. Ularning o'ylab baqsangiz ularning to'g'ri. Isroiliyaning tarafimi to'g'ri. Bizning ichimizda mushundaq kirib tuyuqsizlar 100 mingdan ortiq odamni o'ldirsa, bundaq terror harakati bo'laversa, ya ularning degani ya bu yerda terror to'sin, yoki bo'lmasa terrorni taltiksi yo'q deymiz, bo'lmasa oxirgi urush qilamiz deyapti. Navada bu yerda Isroiliya bilan Gaza o'tirishdagi va Isroiliya bilan atrofdagi Libnon, Suriyadagi qatorliq terroristlar bilan urush davomlashavergan vaqtimizda Hutilarning Iron qo'llayotgan terroristlarning Amerika va Amerika ittifoqdoshlari Qizil dengizga hujumlari to'xtamaydi degan gap chiqdi vatandoshlar. Bundaq bo'lgan vaqtimizda mening bilishimcha Biden efendim bu birinchisi bo'lmaydi, balki ikkinchi qatorni qilish mumkin. Hutilar Amerikaniki ba'zidagi ba'zilarga bevosita o'ldirish mumkin. Bundaq vaqtimizda kunubga beslab ketishi mumkin vatandoshlar. Beslab ketgan vaqtimizda bu yerda O'rta Sharq rayonida cho'ng bir urushlarniki kelib chiqish ehtimolligini men eng yuqori deb o'ylayman vatandoshlar. Navoda mening tushuncham masalan Amerika bilan Iron o'rtasida bevosita urush yuz bergan vaqtning o'zida meningcha bu qatam Ironni Rossiya, Xitoy qanchalik qo'llaydi bilmaymiz, ammo Ironga masalan Shimoliy Koreyadek terrorist davlat buningga masalan kichikiltirilgan balki yadro qurollaridan kichikiltirilgan atom qurollarini men berdi deb o'ylayman vatandoshlar. Bundaq vaqtning o'zida navad undaq qurollarni yoki Amerikaning ba'zilariga va yoki Isroiliyaga va yoki qo'shni o'tgandek Pokiston deydi o'qanda. Bu bilib bilmay o'tirib boshqa yerga aytib qo'yishi mumkin bundaq bombalarni. Shunday vaqtning o'zida mencha bo'lgan chaqda O'rta Sharq rayonining o'zida bir cho'ng urushning bo'lish ehtimolligi
yoki cho'ng urush bo'lmagan vaqtning o'zida Amerika bilan Iran o'rtasida bu urushning bo'lish ehtimolligini men cho'ng deb turib ko'raman vatandoshlarimiz. Nimishqa? Bu yerda xulosa deyli. Xotilarning Amerika tajovuz qilishdagi sababi Isroilga Gazaga bo'lgan urushni to'xtatsin deyapti hozir xalqaro mediada. Ammo Netanyahu hukumati aslo to'xtatmaymiz dedi. Netanyahu hukumatining to'xtatmaymiz degani to'g'ri. Men boshqa Isroilni qo'llab kelgan o'zinglar bilasizlar. Chunki Isroil ham o'zimizda xotirjam yashash kerak. Bu yerda Isroilga urushni to'xtatmagan ahvol ostida ikkisining o'rtasida urush bo'lgan vaqtida Xotilar Amerika tajovuz qilib, bu Amerikaniki u yerdagi ba'zilariga Qizil dengizda urush qilib vaqtning o'zida bu qatimg'u balkim masalan deyli, balkim Amerika hukumati Ironga bevosita urush ochmay, masalan Iroqdagi Ironniki harbiy bazalariga, generallarga va yoki Suriyada mashqlantirayotgan Ironniki harbiy amaldorlarini etish orqali bo'ldi qildim deyish mumkin. Ammo bu yerda bu sol tarafda Isroil bilan Gaza o'tirishda urush to'xtamagan ahvolida 100% garanti Xuti, Iroq, Suriyadagi terroristlarningki Amerikaniki ba'zilariga mushundaq harakatlar aslo va aslo to'xtamaydi vatandoshlar. Bu to'xtamagan ahvolida bu qatim Bayden efendim, "Bo'ptilar, 3 generallarni o'ltirib deb o'tib ketsin." Ikkinchi qatorga kelgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi desa, ikkinchi qatorga yana mushundaq harakatlar yuz bergan chog'da Amerika bu harakatlarni chuqur harbiy harakat qilishga majbur bo'ldi. Bayden efendim intayin cho'ng qattiq tanlashning ichida qoldi hozir. Bay degandek O'tir Sharq rayollari mushunda urushning ichiga Iron bilan bevosita urushga kirgan vaqtda neft bazasi o'rlab ketsa, dunyoning ham yerida neft o'rlaydi. Tabiiyki Amerikada neft o'rlaydi. Bu vaqtimizda Bayden efendimniki taxt ikkinchi qator hozir saylamda keskin saylamlar bo'tdi. Bu vaqtda Bayden efendimning taxtga chiqishiga ta'sir etdi. Shuning uchun bu yerda bu masalani hal qilish kerak. Ammo qanday hal qilish kerak degan masalamizda men bo'lgan chog'da Amerika va dunyoning 5 qaytib deb o'ylayman. Mening tushuncham shu. Mening sizlarga deydigan gapim shu vatandoshlarimiz. Amerika bu qatim o'tkazayotgan taqdirning o'zidimi, bir ish kelgan Ironning generallarini o'tkazayotgan taqdirning o'zidimi, Xotilarning Amerika askarlariga bo'lgan hujumlari to'xtamaydi. Yana o'ltirishlar bo'ladi. Bu vaqtingizda Amerika Bayden efendim bo'lsin, bu yerda bir kunubkini biz sharqlik cho'ng urushlarni keltirib chiqardi deb o'ylayman. Kip qilish ehtimolini yuqori deb o'ylayman. Xo'sh, andaqda o'zimizga kelsak vatandoshlarimiz. O'zimizga kelsak, men boshqa shu Isroilni qo'llaganligim tufaylidan nurg'un insonlar menga qilmagan haqoratlarimga qolmadi. Qilmagan bu xulos gapida qilmagan haqoratlarimga qolmadi. O'zining millatiga, o'zining xalqiga zararchilik ish og'irmaydigan manqurt insonlar menga shunchalik tajovuz, shunday hujum qilishlar bo'lindi. Mayli o ishlar. Ammo bu yerda mening deydigan yerim qaysi degan vaqtda Navoda Amerika Ironga tajovuz, Ironga qurolli hujum qilgan vaqtingizda xulosalsam, Iron qanday qildi degan chog'da Saudiya Arabiston, Qatar Amerikaning ba'zilarini urdi va neft o'rinlarini urdi. Urgan vaqtingizda Saudiya Arabiston qarab turmaydi. Demak, bu yerda bir Shia Sunniy urush kelib chiqdi degan gap. Shia Sunniy urush kelib chiqdi degan gap. Baydeginimdek buni bir oyning ichida Navad urushi davomlashtirmagan chaqda 3-oyda Ramazon kirdi. Kirgan vaqtimizda Shianing mollarining fatvolari chiqdi, Sunniylarning mollarining fatvolari chiqdi. Bu ikkisi keskin bir urushlarga kirdi. Ehtimolli qash. Bu vaqtimizda Uyg'urlarimiz qanday qildi desa, men sizlarga deydiganim. Men bu ishlarni hech qaysi o'tgan kuzimdek o'rlashmayman degan. Sizlarda vatan millatingizdan zararchilik bir so'yguninki hech qanday bir narsaning yo'qligini biz ko'rdik. Har qandagingiz bizga besim ishlab deysizki, oz qoldi degan yolg'on gaplarni deyish orqali bizga o'xshash va boshqalar o'xshash vatan millatini so'ygan insonlarni o'ltirishni siz oz qoldi deb tushunganingizni men ko'rdim, men boyqidim. Orqa tarafini oshmay, Navoda Ironning mo'llalari bu yoqdan fatavoni bergan bo'lsa, Saudiya Arabistonning bu yoqda fatvo o'qib bo'lsa, mening sizlarga deydiganimiz, yerimingiz Shia bo'ling, yerimingiz Sunniy bo'ling, bir-birimizning urushiga kiring, o'ling, mening deydigan gap. Shu 30-40 yildan birisi millatni aldab kelayotgan elaqa saranglarga deydiganim, ikkingiz ikki guruhga bo'lining. Va yoki tasodi bir, masalan Amerikaniki Turkiyadan bosva, ehtimollik to'van, balkim Iron vaqtingizda Turkiyagami
bombalarni etib selishi mumkin. Masalan, Shimoliy Koreya jiq-jiq yaxshi qurollarni bergan vaqtida, bu yoqda Putin ham ancha-muncha qurollarni bergan vaqtingizda Turkiyaga ham etib selishi mumkin. Bu vaqtingizda atoydan o'zining millatini o'ltirib, balki Turknikini ko'tarib, o'zi Turk bo'lamiz deydigan insonlar bir tarafimiz Turk taraf bo'ling, bir tarafimiz deydigan gapim İran mollari tarafı turib Şia bo'ling, bir tarafimiz Saudiya Arabistonga ergishadigan bir tarafimiz Sunniy bo'ling. Bu yerda üç taraf bulun, benim siz deydiğim. Sünni bulun, Şia bulun, Türk tarafı bulun. Üçümüz oturup birbirimizle tazı kırın. Birbirimizden tazı öldürün. Benim deydiğim gibi ama şu. Qarindaşlarımız. Ben bu ihtimallıqni İran'dan Amerika o'tirishdagi urush yuz berish ihtimolligini men cho'ng deb turib qarayman vatandoshlarimiz. Shuning uchun xulosa gapim bu qatim 3 ga bo'lining. Bir Türk'ünüz Şia olun, bir Türk'ünüz Sunni olun, bir Türk'ünüz Türk'ünü kollaydıgan 3 taraf olun. Birbirinizga kirib, saranglaç birbirinizni öldürün. Men aytadigan gapim shu vatandoshlar. Kashliginglar takra xayrli bo'lsin, ko'rishgan bo'laylik.